Men sizga samakili ishchaboy 3 ta afzallik tomonini sanab beraman. Ana o'shanda nimaga uyga samakili ishchaboy qilish kerakligini bilib olasiz. Like, podpiska bosib qo'ying, aniq sizga foydali bo'ladi. Birinchisi, samakili ishchaboyi zaxdan qo'rqmasligi. Mabodo oshxonangizni aboy qiladigan bo'lsangiz, oshxona parlanadigan joy, aboylaringiz qorayib, mog'orlab ketishi mumkin. Agar siz oshxonangizni samakili ishchi qiladigan bo'lsangiz, samakili ishchaboy zaxdan umuman qo'rqmaydi, zaxga damini berib yuboradi. Ikkinchisi, samakili ishchaboyi yopishtirish juda ham oson. O'zida kilay bo'ladi. Kilayga rasxod qilmaysiz. Usti ham shart emas, o'zingiz bemalol yopishtirsangiz bo'ladi. Agar mabodo yopishtirgingiz kelmasa, kenayimga yopishtirib yuborsiz. Kenayim ham bemalol yopishtirib qo'yaveradilar. Undan tashqari uyingizni tez bitirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, samakili ishchaboy siz uchun eng zo'r yechim hisoblanadi. Uchinchisi, yana buni uyi dekor qismiga, TV zonalarga, sanuzellarga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Tanlov imkoniyatlari juda ham katta, har xil dizayn, har xil fakturasini topsangiz bo'ladi. Sifatiga keladigan bo'lsa, Xitoy fabrichniy bo'ladi. Sifatiga 3 yil garantiya beriladi. Endi men sizlarga assortimentlarni bitta ko'rsataman. Assortimentlarni ko'rdinglar. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa samakili aboylar kerak bo'ladigan bo'lsa, Elite Stroydan bemalol topsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilaverasizlar.